Dertler davası. İkinci bölüm. Günah, məsiyet ve onunla alakadar meseleler. 35. bab. Günah, məsiyetler pəskeşlikə elib barıdı. Günah, məsiyetler yaxşı kişilərini naçar, pəskeş adamlarga aylandırıydı. Allah'ın məxluqları yaxşı ve yaman deb ikkiga bölünüdü. Yaxşılar cennette, yamanlar cehennemde buludu. İtaatmen bendiler dünya ve ahiretden cennetide yaşaydı. Günahkarlar dünya ve ahiretning dozaqida yaşaydı. İtaatmenler Allah'ın en hürmetlik bendileridir. Asiler Allah'ın aldida en xarlardır. Abdullah ibn Emri Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men qiyomatning oldida qilich bilan avatildim. Mening rizqim nayzamning soyasida qilindi. Xorliq va pichaklik, man xiloflik qilganlarga qilindi. Adam qanchaki gunoh masiyat qilgan sari tövallab, eng nachar odamga aylanib qoladi. Qanchaki taat ibodat qilgan sari darajasi ko'tarilib, eng yuqori, eng oliyjanob odamlarga aylandi. Gunoh masiyatlar bilan taat ibodatlarni aralashtirib qiladigan ba'zi kishilar bor. Bularning qaysi ishi yana birini besib ketsa, u shu turga tava bo'ladi. 100 baldoq o'rlab, bir baldoq tushgan odam, bir baldoq o'rlab 100 baldoq tushgan odamga o'xshash bo'lmaydi. Bu haqda odamning xayoliga kechib qoladigan bir qism xato qarashlar bor. U bo'lsa-mu, bir banda ba'zida biror xatoliklari tufaylidan Allohning rahmatidan shunchalik yiroqqa qo'linib ketadiki, uning bir baldoq qo'linishiga 1000 baldoq o'rlishimi teng kelolmaydi. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Shubhisizki, bir odam xiyoliy turibla bir eg'iz gapni qilib qo'ydi-da, shu tufaylidan do'zaxning mashriq bilan mag'rib orasidek yiroq cho'nqurligiga tashlandi. Mundaq cho'nqurga tushib ketgan odam qandoq o'rlab bo'la oladi? Salla diqqat qilmaganda bundaq cho'nqurlarga tushib ketish turg'anli gap. Kishilar ichida g'aflatga tushib qilib, hushini tepibla asli holatiga qaytib kelib oladigan yoki qancha uyg'ongan siri shuncha aslidagidanmi yuqori baldoqqa chiqa oladiganlar bor. Ularning ichida Allohga taat ibodatni ko'ngliga pukmaydigan, odatdagi bir holatga tushib qoladiganlar bor. Ular ichida g'aflatga tushib qilib, hushini tepibla asli holatiga qaytib kelib oladigan yoki qancha uyg'ongan siri shuncha aslidagidanmi yuqori baldoqqa chiqa oladiganlar bor. Ularning ichida Allohga taat ibodatni ko'ngliga pukmaydigan, odatdagi bir holatga tushib qoladiganlar bor. Bular taat ibodatga berilib, o'zini o'ngshib olsa, aslidagi holatiga qaytib kelalishi yoki kelolmasligi yoki burunqidanmi yuqori darajalarga erisha olishi mumkin. U burunqidan himmatlikroq yoki himmatsizroq yoki burunqi bilan o'xshash himmatga kelalishi mumkin. Banda cho'ng yoki kichik bo'lsin, gunoh masiyatlarga tushib qoladi. Agar u samimiy tavba qilib, chin qalbidan Allohga qaytsa, o'zini tuzib ola oladi. Ulamolar gunoh masiyat o'tkazganlar tavba qilgandan keyin o'zining asli holatiga qaytib kelalamdi yo'q degan masalada o'xshamagan qarashlarda bo'ldi. Ba'zilar tavba gunohning izlarini o'chirib, o gunohni qilmagandek holatga keltirib degan qarashga asoslanib, gunohkor tavba qilish orqali aslidagi gunoh qilmagan holatga qaytib kelalaydi deb qaradi. Yana ba'zilar tavba faqat gunohning jazosini saqit qiladi degan qarashga asoslanib, gunohkor tavba qilish orqali gunohning jazosidan butunlay yoki qisman saqlanib qola oladi. Ammo aslidagi gunoh qilmagan holatiga qaytib kelolmaydi deb qaradi. Shayxul Islom ibn Taymiya mazkur ikki qarashga mundaq aqilona hukm chiqardi. Amaliyat shuki, tavba qilguvchilar ichida o'zining burunqi holatidanmi yuqoriroq martabaga yetolmaydiganlar va o'zining asli darajasiga yetolmaydiganlar yoki yetolmaydiganlarmi bo'ladi. Bu tavba qilguvchilarning ixlosi va ifodasiga qarata bo'ladi. Menimcha, gunoh masiyat o'tkazuvchilarning tavbadan keyin asli holatiga qaytib kelalishi yoki kelolmaslik masalasi tavbaning kuchi va mukammalligiga va gunohiga ichinib o'zini tuvan tutib, Allohga yelinib, Allohga qayta olganligiga, Allohdan qo'rqib yosh to'kaliganligiga qarashli. Mazkur ishlar kuchaygan sari
gunoh va xatolik o'tkazishdan burunqi holatidanmi sap holatga qayta oladi. Bundaq odamlarning xatoligi ba'zida uningga Allohning rahmati bo'libmi qoladi. Chunki hiliqi xatoliklar uning ko'ranglik va o'zidan mag'rurlanib ketish kasallariga malham bo'ladi. Uni o'z markazchilik ideyasi va o'zini akon qarg'ay qilib ko'rsatish illatlaridan xalos qiladi. Onunğa özünün acizliğini his qildirib, Parvardigorning oldida o'zini tuvan tutadigan, o'zini bichora his qiladigan holatga keltirib qo'ydi. O'ziga o'zining qanchalik odam ekanligini tanitib, o'zining to'limi ojiz banda ekanligini, Parvardigorning marhamatiga, afusiga, mag'firatiga to'limi ehtiyojli ekanligini his qildirdi. Onun qalbidagi taat ibodat ko'rangligini chiqarib tashlaydi. Takabburlik, mag'rurlik va o'zini boshqalardan alohida chaqlash tuyg'ularini sundiradi. Uni Parvardigorining oldida xatolik o'tkazgan, gunohkor sifatida beshini tuvan silib, uningdan hayo qilgan, uningdan qo'rqqan, o'zining taat ibodatlarini oz his qilgan, xatoliklarni ko'p his qilgan, o'zining to'limi kamtuk va malomatga loyiq odam ekanligini, Parvardigorining kamolat, madhiya va vafo babida yagona zot ekanligini biladigan holatga keltirib qo'ydi. Bir shoir mundoq deydi: Vafo va madhiya Allohga xos, malomat aslida insonga emas. Yuqorqi kishilar Alloh tarafidan nisb bo'lgan har qanday ne'matlarni ko'p his qilib, qabul qiladi. O'zini u ne'matlarga naloyiq deb qaraydi. O'ziga yetgan har qanday jazo yoki balo musibatlarni o'ziga haq, o'zini tixmi ig'ir jazoga loyiq, Parvardigorim menga ko'p yaxshilik qilib, meni jinoyatimga loyiq jazolamadi. Allohning jazosi menga bek yengil bo'ldi. Asli menga tegishli jazoga mendek ojiz banda tugul, mustahkam tog'larni bardoshlik berolmaydi deb qaraydi. Shubhisizki, gunoh masiyatlar qanchaki kichik bo'lgan taqdirdami, barliq ne'matlarni ato qilayotgan buyuk Parvardigorga nisbatan intayin qabih va razil ishdir. Har qanday bir inson podshohlar yoki mashhur odamlarga aybli holatda uchrashib qilishni, ularga nachar ishlar ustida ko'rinib qilishni yoqtirmaydigan tursa, osmon va zaminning Parvardigori Allohga gunoh masiyatlar bilan uchrashib qilishdan inson qandoqmi o'ng'aysizlanmasin? Navoda Allohning g'azabidan rahmati g'olib, jazosidan mag'firati ilgari bo'lmagan bo'lsa, Allohga naloyiq holatda uchrashib qolganlarni zaminga dumkim tirayotgan bo'ladi. Navoda Allohning mag'firati va ig'ir besiqtiqi bo'lmagan bo'lsa, bandalarning gunohi tufaylidan osmon va zamin tavrab ketgan bo'ladi. Alloh taolo mundoq deydi: Alloh haqiqatan osmonlarni va zaminni qudrati va go'zal hikmati bilan tushib ketishdan to'xtatib turdi. Agar ular tushib ketsa, ularni hech ahadi to'xtatib tura olmaydi. Alloh haqiqatan halimdir. Ya'ni kuffarlar azobga tegishli bo'lsa-mu, ularni jazolashga aldirab ketmaydi. Noiti mag'firat qilg'uchidir. Bu oyatning oxiridagi Allohning halim va mag'firat qilg'uchi degan ikki sifat haqida o'ylanib baqayli. Navoda Alloh jinoyatchilarni jinoyatiga qarta jazolashga aldirab ketmaydigan, osiylarning osiyligini kechirim qilmaydigan bo'lsa edi, osmon va zamin mustahkam turolmagan bo'ladi. Alloh taolo ba'zi kofirlar haqida mundoq deydi: Ularning gunohining ig'irligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tas qoldi. Alloh taolo Odam ota va Havo onani cheklangan bir ishni qilib qo'ygan xatolik tufaylidan jannatdan chiqarib etdi. Iblisning xatoligi va Allohning farmoniga bo'ysunmaganligi tufaylidan qo'g'landi qilib etdi. Navoda biz gunoh masiyatlar bilan shug'ullanaverib, Allohning jannatini tushapli yashaydigan bo'lsak, to'limi ahmoqlik qilgan bo'lamiz. Bir shoir mundoq deydi: Gunohdan qo'l yig'ay demasdilla hech, mangulik jannatdan umidimiz bor. Bir gunoh tufayli Odam va Havo jannatdan qo'g'landi, xabarimiz bor. Xulosa kalom, banda gunoh masiyatdan keyin tavba qilsa, ba'zida burunqidan yuksak martabalarga erisha oladi. Ba'zi xatoliklar uning irodasini, himmatini ojizlashtirib, qalbini kasal qilib qo'ydi-da, uning tavba dorisi xatolik kasalligidan tamoman saqaytolmaymi qoladi.
Shuning bilan u tavba qilgan taqdirdami asli holatiga qaytolmaydi. Gunoh masiyatdan keyin tavba qilib, o'zini tutib olgandan keyin qalbi sog'lom holatiga kelsa, gunoh masiyatdan burunqi holatiga qaytib, o'zining asli darajasiga kelalaydi. Yuqorida tilga ilinganlari faqat gunoh masiyat va xatoliklar to'g'risidagi mazmunlar. Ammo shak shubha va munofiqlikqa o'xshash iymonga dast ketkazadigan, iymonga ta'sir ko'rsatadigan ish qilib qo'ygan odamlarga islomni yanglashdan boshqa yo'l yo'q. 36 bob. Gunoh masiyatlar gunoh o'tkazguchilarni dushmanlarga kichik ko'rsatib qo'ydi. Gunoh masiyatlar gunoh o'tkazguchilarni ilgari uningga tikilib qarashga jur'at qilolmaydiganlarning ko'zga ilmasligiga yo'l ochib, gunohkorni dushmanlarga kichik ko'rsatib qo'ydi. Shayton ularga jur'at qilib, uningga aziyat yetkazgili, ig'vogarchilik qilgili, vasvasa qilgili, qo'rqitgili, g'am qayg'u tashlag'ili turadi. Onunğa payda ziyonli ishlarni unutildirib qo'ydi. Shayton uningga amroh bo'lib olib, Allohga osiylik qilishga kuch kiritdi. Odamiy shaytonlarmi qo'lidan kelishicha uningga ziyon solg'ili turdi. Oilasidagilar, xizmatkorlari, bolalari, qo'lim qo'shnilari, hattoki chorva mollarigacha uni ko'zga ilmas bo'lib oladi. Bir qism salaf ulamolari mundaq degan ekan: "Men Allohga osiylik qilib qolsam, uni ayolimning, chorva mollarimning xuy-paylidan his qilaman." Shuningdek, Allohga osiylik qilguvchilar hukmron kuchlarga kichik ko'rinib ketadi. Ular osiylarni parvosiz jazolayveradi. Asi gunohkorlarning nafsimi o'ziga bo'ysunmas bo'lib oladi. Navoda u yaxshilik ishlarni niyat qilgan taqdirdami, nafsi irodasiga bo'ysunmay, majburiy yoki ixtiyoriy holda uni halokatga so'raydi. Shubhasizki, taat ibodat Allohning qo'rg'onidir. Kimki qo'rg'on ichiga kirsa, aminlikka erishadi. Navoda inson qo'rg'ondan yiroqlashsa, qaroqchilar noyat o'ng'ayla uni nishonga oladi. Banda Allohga qanchaki osiylik qilgan sari, ularning osiligi o'ziga ofat elib keladi. Uni bundoq ofatlardan hech narsa saqlab qololmaydi. Allohni aslash, Allohga taat ibodat qilish, sadiqa qilish, boshqalarga ilm va hunar kasb o'rgatib qo'yish, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sish bandaning qalqinidir. Va uning kasallarga qarshi turadigan immunit kuchidir. Navoda immunit kuchi yo'qolsa, xilma-xil kasallar taraf-taraflardan uni o'z iskanjasiga ilib oladi-da, uni halok qilib etadi. Shuning uchun insonni cho'qim saqlaydigan, qo'g'daydigan bir to'sma bo'lishi lozim. Shubhasizki, yaxshilik bilan yomonlik izchil tirkishish holatida turadigan bo'lib, qaysi g'olib o'rinni egallasa, shu bo'yicha hukm qilinadi. Yaxshilik taraf kuchaysa, yomonlikqa qaqshatqich zarba beralaydi. Bu haqda ilgari to'xtalgan edik. Jazmanki, Alloh taolo iymon keltirganlarni o'zi qo'g'daydi. Iymon dilida tasdiq qilish, tilida iymon kalimasini so'zlash va amal qilishdir. Iymonning kuchi qanchalik bo'lsa, inson Alloh tarafidan shunchalik aminlikka, qo'g'dashga erishalaydi. Alloh hammamizni o'zi qo'g'dag'ay. 37 bob. Gunoh masiyatlar o'zini o'zining xoiniga aylantirib qo'yadi. Shubhasizki, gunoh masiyatlar odam o'ziga eng ehtiyojli paytlarda uni o'zining xoiniga aylantirib qo'yadi. Har bir odam o'zining hayoti va oxirati uchun manfaatlik va ziyonli narsalarni bilib olishga to'liq ehtiyojli. Shu ehtiyojlarni qanchaki ko'p bilgan odam shuncha olim hisoblandi. O'zi va o'zining irodasini bo'ysundira olgan va uni foydali ishlarga sarf etib, ziyonli ishlardan cheklay olgan odam haqiqiy kuchlik va dono odamdir. Kishilarning ma'rifati, himmati va qadr-qimmati dal mushu nuqtada farqlandi. Baxt va baxtsizlik sabablarini qanchaki bek bilgan odam shuncha arif hisoblandi. Baxtsizlikdan yiroqlashib, baxt yo'liga mangan odam to'g'ri yo'ldagi odamdir. Navoda buning aksi yo'l tutsa, u intayin aqlsiz, galvon odamdir. Gunoh masiyatlar insonni o'ziga xiyonat qildiradi-da, uni ilmiy kamolatlardan, o'ziga eng munosib ishlar bilan mashg'ul bo'lishdan, har ikki dunyoda o'ziga eng manfaatli narsalarni qo'lga keltirishdan to'sib qo'ydi. Inson biror kelishmaslikka yo'liqib, uningdan qutulishga ehtiyojli bo'lib qolganda, uning gunohkor nafsi
qalbi va butun a'zolari uningga xiyonat qiladi. Bu go'yo datlashib ketgan g'alablik qilich ko'tarib olg'uchining dushmanga yo'liqqanda qancha terishib baqsimi, qilich g'alabdan sug'urilg'ili unamay, dushmanga joylanib ketganiga o'xshaydi. Go'yo shuningga o'xshash qalbmi gunoh masiyatlar orqali datlashib ketadi va uni kasal chirmib oladi. Qalbini kasal chirmib olganlar dushmanlarga taqobil turishga to'g'ri kelganda qalbida hech qanday inkas paydo bo'lmaydi. Dushmanga qarshi turishning eng yaxshi quroli qalbdir. Boshqa a'zolar qalbga ergishib harakat qiladi. Qalbdan iborat bu markazda kuch va energiya bo'lmasa, dushmanlarni qanday chekindirgili bo'lsin? Navoda insonning ruhiyati Parvardigoriga talpinayotgan ruh bo'lsa, shahvatlar va gunoh masiyatlar orqali kirlishib va ojizlashib qoladi. Navoda u ruh yomonlik intilayotgan ruh bo'lsa, shahvat va gunoh masiyatlar orqali tixmi kuchayib, tixmi yovuzlashib ketadi. İnsandaki yomonlikqa intiladigan ruh kuchaygan sari Parvardigoriga talpinadigan ruhiy ojizlashishga boshlaydi. Shunday qilib, oxirida osiy ruh u odamni o'z kontrolligiga ilib oladi. İnsandaki Parvardigorga talpinadigan ruh o'lsa, u odamning hayotining hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Balki u odamning hayoti faqat alamlik, qayg'uli bir hayotga aylandi xolos. Demak, Allohga talpinadigan ruhi o'lgan odam biror ig'irchiliklarga yoki balo musibatlarga duch kelganda, qalbi, tili va barcha a'zolari uningga xiyonat qilib, eng ahamiyatli narsalardan yuz o'riydi. Qalbida Allohga tavakkul qilish, Allohga qaytish va Allohga topshirish, Allohga zor tazarru qilish, Alloh oldida o'zini tuvan tutish tuyg'usi bexlanmaydi. Allohni tilga ilibmi qo'ymaydi. Navoda Allohni tilga olgan taqdirdami, qalbi bilan tili birlashmay, quruq shuarga aylanib qoladi. Til bilan qalb orasida to'siq paydo bo'lib qoladi-da, uning Allohni tilga elishi hech qanday ta'sir paydo qila olmaydi. Uning dili bilan tili birlasholmaydi-da, uning duolari yoki zikrlari parvosizlarning, g'ofillarning duo yoki zikrlarga aylanib qoladi. Navoda u boshqa a'zolardan tili va diliga ergishishni talab qilsa, ularning rad qilishiga uchraydi. Uningga bo'ysunmaydi va itoat qilmaydi. Yuqorqilar gunoh masiyatlarning ofatlaridir. Bu askarlarning orqasiga ko'ngil bilmay, ular bilan xabarlashib turmay zoya qilib etib, dushman hujum qilganda hech ishdan xabari yo'q askarlarga bor kuchinglarni ishga silib, meni qo'g'danglar deb buyruq tushirgan odamning ahvoliga o'xshaydi. Gunoh masiyat o'tkazuvchilarning bu dunyodagi ahvoli mana shundoq. Ammo sakratdagi ahvol bundan xatarlik va tixmi qo'rqinchli bo'ladi. Bularning qalbi va tili sakratda u odamga xiyonat qiladi. Tixi shahodat kalimasiga kelmay tutilib qoladi. Nurg'un asiylar bundaq ahvollarga duch kelgan. Ularga la ilaha illalloh degan deyilganda, ba'zilari voy, men undaq deyolmaydi ekanman deb javob bergan. Yana ba'zilarga sakratga tushganda, kalima shahodat talqin qilinganda, tuz, tapan, qog'a, chillik, men tutdim degach jon uzgan ekan. Yana ba'zilar sakratda ig'izi shahodatga kelmay, hayotida ko'p eslagan eslamalarini tilga elib jon uzgan ekan. Yana ba'zilarga kalima shahodat talqin qilinganda, lay lalay lay, lay lalalay lay degach, ya'ni hayotida ko'p anglagan naqshi musiqalarni to'g'rig'ach jon uzgan ekan. Yana ba'zilarga kalima shahodat talqin qilinganda, u gaplarning menga foydasi yo'q, men gunoh masiyatlarni chala qo'ymay qilganman degach jon uzgan ekan. Yana ba'zilarga kalima shahodat talqin qilinganda, u gaplarning menga foydasi yo'q, men hayotimda namoz o'qib boqmagan tursam deb kalima shahodatni eg'izidan chiqarmay jon uzgan ekan. Yana ba'zilarga kalima shahodat talqin qilinganda, men sen degan gaplarni inkor qilaman degach jon uzgan ekan. Yana ba'zilarga kalima shahodat talqin qilinganda, u gaplarni deydisamla tilim tutilib qoladi ekan degach jon uzgan ekan. Boshqalarning deb berishicha, ba'zi tilamchilar sakratda pul, sadiqa baloni yer, sadiqa beringlar degach
can üzgen ekan. Anglashimcha, ba'zi tijoratchilar sakratga tushganda, uningga kalima shahodat talqin qilinsa, "Mao arzon, Mao bek xaridorlik mol, Mao mundoq, Mao andoq" degach, jon uzgan ekan. Xudoya tova. Shular bundaq ibratlardan nurg'unlarga shohid bo'ldi. Biz anglamagan, bilmaganlardan yana ko'plagan ibratlar bor. Bir odamning as-hushi joyida, kuch-quvvati, idroki to'liq chog'larda shayton uni o'ziga ergashtirib olib, Allohga osiylik qilg'ili salolagan, qalbini Allohni eslashdan, tilini Allohni zikr qilishdan, boshqa a'zolarini Allohga itoat qilishdan g'aflatda qo'ya olgan yerda u odam ojizlashib, bor xiyoli sakratning og'riq alamlariga markazlashib qolgan chig'ida, shayton bor kuchini ishga silib, uni ozdirishga fursat kutayotgan vaqtida u odamning ahvoli qandoq bo'lar? Mana bu vaqtlar u odamning eng oxirgi amal fursati tursa, bundaq vaqtda shayton kuchayib, u odam tixmi ojizlashib ketadigan tursa, bu chog'da shaytonning changilidan qandoqmi qutulib qola oladi? Allah müminlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izdi. Allah zolimlar, ya'ni kuffarlarni gumroh qiladi. Allah xohlaganini qiladi. Saq salomat, tinch amon vaqtlarda qalbi Allohdan g'afil yashagan, havoyi havaslarga ergishib yashagan odamlarning umrining oxiridagi oqibati qandoqmi yaxshi bo'lsin? Allohdan g'afil yashagan odamlarni Allah o'z rahmatidan yiroq qiladi. Uni havoyi havaslarga tashlab beradi. Shahvatiga qul qilib beradi. Tili doim o'yin tomosha, behuda gap so'zlar bilan boshqa a'zolari yaxshi amaldan xoli, Allohga osiylik qilish bilan umrini oxirlashtiradi. Alloh hammamizning oqibatimizni yaxshi qilib bergay. Ömrünün oxiridan ansirash va xavfsirash taqvodor bandalarning aloyidligi bo'lgandek, go'yo xotirjamlik to'xtami bor kishilardek beparvo yashash gunohkor zolimlarning xususiyatidir. Yoki sizlar hukm qilgan narsanglarning bo'lishiga biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqti to'shadigan mahkam bir ahdi tuzishganmi? Ulardan so'rab baqqanki, ularning orasida qaysi yuqorqi ishlarga kepillik qila oladi? Sura Qalam 39-40 oyatlar. Parvosiz yomon ish qilgan hoy odam. Amillik to'xtamni ko'rsata qini. Shahvat va amillik senda mujassam, halok qilib ketadi bir lasini. Salihlar andisha ichida yursa, kirmidim u yo'lga untudim uni. Ketkizdim terimni kalvaliq qilib, terimsiz o'rmida chiqamdu dini. Voy ajab, baqiga qiziqmiding hech. Panini bilding sen, hammaning jini. Baqini tanlagan panini qo'yib, u dötmu, yasanmu, etqina qini.